أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وأصحابه عليهم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatlik, qadrlik aziz o'quvchilar, saboqdoshlar, bugun yana Allohning rahmati bilan darsimizga qaytib keldik. Allah darsimizda davom etishini nasib qilsin. Allah shu darsimizdan islom ummatiga, musulmonlarga manfaatlik qilsin. Allah subhanahu va taolo bu darsni anglagan har bir kishiga o'zi rahmat qilsin. Dersimiz 34. hadisten devamlaşıdı. Abi Musa radıyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشا والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا minellezi yusalli summa yanam. Abi Musa radhiyallohu anhudan rivoyat qilinib mundaq dedi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam mundaq dedi. Odamlarning namozda ajri eng cho'ngi, savobi yuqursi, fazilati kattasi ularning masjiddan uyi yiroqroq. Anından keyin yeni yiroqroq menish chatdi. Mangmaq menib yiroqdan menib ketqidi, fazilati katta, ajr savobi yuqoriroq. Namozni imom bilan billa o'qish uchun namozni kutib o'tirgan kishi namozni o'qib o'tib, anından keyin uxlagan kishidan ajr jihatda katta, savobi yuqori. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu hadisda ikki xil masalani o'tirib qo'ydi. Birinchisi, masjiddan uyi, turar joyi yiroq bo'lgan, masjidga berish uchun uzun yo'l, qattiq jafo, nurg'un mushaqqatlarni chekadigan kishining masalasi. Mana buning masalasi har bir chekkan jafolari, tortgan mushaqqatlari, olgan qadamlari, mangan yo'llarining barobi bo'yicha Alloh subhanahu va taoloning oldida fazilati yuqori, ajr savobi katta bo'lganligini bizga bayon qildi. Demek bir adamning uyi masjidga yaqin bo'lish bilan birga masjiddan yiroq, masjiddan chatroq yo'da bo'lishning oraliqida farq bor. Islom uchun qilingan har bir qadamda, har bir qilingan so'zda, har bir amalda agar yaxshilikni niyat qilib, Allah'ni razı qilishda niyat qilib elingan qadam bo'lsa, o şu ishning savobi va fazilatida şu ish qaysi bo'lsa, agar ilm uchun o'qiladigan madrasa, maktab, darsxona yiroq bo'lsa, uning uchun elingan qadam, mangan yo'llar yoki dushman uchun harakat qilib bir yerda dushmanga qarshi zarba bermoqchi bo'lsa, uning oraliqi yiroq tortgan jafo bo'lsin, har bir ishda ajr savob shu ishning musofisi oraliqi va shu ishda tortgan jafoga bog'liq bo'ladi. Fazilat shuning bilan ortiq tuvan bo'ladi. Ikkinchi birisi, imom bilan birga jamoat bilan namoz o'qiyman deb masjidga berib, imom yo'q ya namozning vaqti kirmagan, bunda holatda namozni saqlab masjidda turgan bo'lsa, imom bilan turgan bo'lsa, u yerda yolg'iz namozni o'qib o'tib, uyga berib aram alayya, birdam hadiqimni alayya deb uxlagan kishidan
fazileti yuqori, savobi derecesi çoğunluğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde bizge bayan kutladı. Demek bir ibadetinin vakti kirip boğuçilik, şu ibadetini kütüp turuş, bu rebat buludu buradarlar. Ecri savabı o ibadetini kılgan bilen okşaş buludu. Onu koygan. Yani insan bir işini kılmakçı, onu kılıtmayıp niyet kıptı, irade kıptı. Şu işini kılış niyetinden, iradesinden ta o işini püttürüp boğulmukçılık yanmasa, vazgeçmese, o insan aşı işini tüttügen kadar boğan kançılık ağırlık kesse ya kançılık musafı kesse kançılık capa çekse onunla okşaş deme ecri ve sevap buludu. Mesela bunun misali Bayam hadisene. O adam üyden çıkıptı, mescide kepti, imam yok ya cemaat yok, namazda vakit girmepti. Namazda imam bilen birigi cemaat bulap okuyman dep saklap turuptu. Ta ki namazda okup boğanı kadar o adam derecede, fazilette, ecr savapta. O uygu berip yetip uxlap kıgan adamdan fazileti yuqori savabı köp demekçi. المعنى العام يدسنا عموم معنى bir qalaylı. إذا كانت صلاة الجماعة تبدل صلاة الفرد منفردا ب25 درجة كان على المسلمين أن يحرصوا عليها وأن يتحملوا في سبيل تحصيلها ما يقابلهم انصعاب الوضوء بالماء البارد في شدة البرد والمشي طويلا لبعيد الدار عن المسجد وانتظار الصلاة حتى تقام ولكل من ذلك أجر. Cemaat namazı yalğız okuğan namazga 25 derece artık buluduğun bolsa Müslümanlar onun kızıkışı ve o cemaatinin faziletine erişiş yolu da uluğa karış kılıdığın kıyınçılık, kattık soğukta soğuk su bilen taharet eliş, öy mescidin yirak boğallık için uzun yol yürüyüş, namaz okulğanğa kadar kütüp oturuşqa tirişiş lazım oldu. Her birge bu işlerden ecri var. فمن توزع فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يشغله ولا يحركه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا كان له بها حسنة وحط عنه بها سيئة فإذا ما دخل المسجد وجلس ينتظر الصلاة كان في ثواب صلاة حتى يدخل في الصلاة kim taharet elip yaxşı, yani kamil, mükemmel taharet elip andın keyin mescidge çıksa, o kişini aldıraş kılgını, o kişini hareketlendirgini fakat namazdan bolsa, algan her bir kademide o kişi üçün yaxşılık var. O kişinin o her bir kademinin beraberge bir yamanlığı afi kılınıdı. Kaçan mescide kirip namazını kütüp oltasa o kişi namazının savabını buludu. Namaz kirgenge kadar. لقد خفي على بعض المسلمين ما في كثرة الخطى إلى المسجد من الأجر وكانوا يسكنون في أقصى المدينة على بعد ميل من المسجد فدفعهم حرصهم على الجماعة أن يبيعوا بيوتهم ويشتروا بدلها بيوتا بجوار المسجد وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم لا يا بني سلمة الزموا بيوتكم ولا تبيعوها وتحملوا مشاق الوصول إلى المسجد فإن الله يكتب لكم آثاركم يكتب بكل خطوة حسنة فأعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشا فأبعدهم ممشا قالوا سمعنا وأطعنا يا رسول الله
وَزَلَّ السَّحَابَةِ يَحْرُسُونَ عَلَى انْتِظَارِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ ابْتِغَاءَ الْأَجْرِ الْوَفِيرِ وبخاصة في صلاة العشاء التي كانت تؤخر أحيانا لعلمهم أن الذي يطول انتظاره لصلاة الإمام خير من الذي يصلي منفردا ثم يذهب إلى بيته فينام. Bazı Müslümanlara mescidge köp kadem elip bağallıktaki ecr savab məxfi bo'lib qoldi. Ya'ni uqanmay qoldi, məxfi bo'lib qoldi, uqmadi. Ular Madinaning chet yoqasida masjiddan 1 kilometr yiroqlikda yashaydi. Shu yerda turibdi, shu yerda makonlashgan edi. Shu vajidan ularni jamoatga bo'lgan qiziqishi uylarini setib, uning o'rniga masjidning atrofidan uy elishga undidi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'lib ularga mundoq dedi: "Unda qilmanglar, ey Bani Salama, uylaringlarni ching tutinglar, uni sotmanglar. Masjidga berish, kelish jafo mushaqqatlarga chidanglar. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo sizlarga izlaringlarga ajr yozadi. Ya'ni har bir qadamga bir yaxshilik yozadi. Kishilarning namozda ajri eng katta bo'ladiganini, ularning mingishi uzun bo'ladiganini, yana uningdan keyin ularning mingishi uzunroq bo'ladiganini." Sahobalar gaplarini anglab, buyruqlarga bo'ysundik ya Rasululloh dedi. Sahobalar masjidda jamoat namozini kutishga tirishadi. To'liq ajrga erishish uchun bo'libmi ba'zi bir vaqtlarda kechiktiriladigan xutdam namozida ular bilganligi uchunki ular bilganligi uchun uzun kutish imomning namozini yaxshidir. Yolg'iz namoz o'qigan keyin uyga berib uxlagan kishidan yaxshi ekanligini bilganligi uchun. Demak, mana bu hadis dal bugungi kunda musulmonlarga mo'jiza kabi bo'layotgan bir hadis birodarlar. Odamlarning vaqti qis, mashg'uloti ko'p, ibodatga bo'lgan qiziqishi intayin so'slayotgan bir jamiyatda, bir kunda turayotgan chig'imizda cho'qim shuni bilish kerakki, yiroqdan masjidga berish, bargan chig'imizda imomning vaqtida bo'lmasligi yoki uning kechikib ketishi sababli namozni jamoat bilan o'qish tas bo'lishi qatorli ishlar bu ajri savobga erishtiradigan, fazilatning yuqori bo'lishiga erishtiradigan amal ibodatlar ekanligini buni bilishimiz lozim. İslam jamoatga shu qadar ahamiyat berdiki, hatto masjidga boradigan qadamlarning hammasiga ajri fazilatni yozsa, hatto masjid bilan uyining oyligi yiroq bo'lgan odam bilan masjid bilan uyining oyligi yaqin bo'lgan odamning oyligidagi fazilatni ham farqlantirsa, u masjidga borgandan keyin imomga saqlab o'tiradigan vaqtni ham farqlantirib, ana shundoq bir vaqtda namoz o'qib uyiga qaytgan odam bilan namoz o'quvni imom bilan jamoat bilan o'qiyman deb saqlab o'tirgan odamning orasini ham farqlantirib, har birisiga daraja, fazilat, savob qiyomat kunida mukofot va'da qildi. Demak, bu jamoatga boradigan yo'lning yiroqligi, qadamning ko'pligi, jafo mushaqqatning ig'irligi, vaqtningki ko'p oladiganligidan qat'iy nazar islom jamoatni ching tutishga, jamoatdan ayrilmaslikqa, jamoatga naqadar ahamiyat berishga va bu jamoatning fazilatining yuqorligiga sal qaramaslik uchun uningga vosita bo'ladigan har bir ishlarni islomda ibodat, fazilat, ajri, daraja, savob deb bekitdi birodarlar. Shuning uchun bu islomdagi jamoat, islomdagi birlik va islomdagi ummatchilik hammadan muhim,
hemmedin zürül ve İslam'ın asası umurtkusudur. El-Mebahisul Arabiyye A'zamun nasi ecran. Ecranның zivar o'qilishi tamyiz, a'zam, cho'ng degandan qaysi jihatda cho'ng? Yosh jihatdami yoki savob jihatdami yoki gunoh jihatdami desa ajr jihatda cho'ng demakchi. Ab'aduhum fa'ab'aduhum mamshan degan masjiddan bakroq yiroqlari, aningdan keyin onundan qolgan yiroqlari, uning tuvandagi yiroqlari demakdir. Fa ajrining katta bo'lishida tuvanga tushish tartibi uchun. Yani aningdan ma'lum ajri sal tuvanda bo'ladi, ma'lum ajri sal tuvanda bo'ladi demakdir. Mamshan ismi makan tamyizga asosan zivar qulug'liq deyadimi? Ab'aduhum degandan yiroqroq nima jihatda, mingish jihatda demakdir. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام degan jamoat bilan o'qimoqchi demakchi. A'zamu ajran min allazi yusalli summa yanam. Hafiz ibn Hajar mundaq dedi. Mayli o'zi yolg'iz namoz o'qisin yoki jamoat bilan namoz o'qisin, imom bilan jamoatlik holatda namoz o'qishga saqlab o'ltirgan odamning fazilati yuqori demakchi. İmam-ül Kerimani mundaq dedi. Sümme yanamni sözlep qo'yishning foydasi bu yerda mushaqqatga kutib o'ltirishning tegidiki mushaqqatga udul keladigan rohatga ishorat qilmoqchi. Kutib o'ltirsalar mushaqqat va jafo va qiyinchilik va onun uduluşda bir rahat ba, aram eliştirmek. Yani uxlash maqsad emas bu yerda. Xuddi payg'ambar mundaq degan bo'ladi. Namozni o'qib, keyin ketib rahat og'ali ketgan kishidan ajri katta demak. Va uni uyquni ba'zan ulamolar haqiqiy uyquga yuklaganlarmi va namozni fishim asr namoziga yuklaganlarmi va bu yiroq. Bu yerdagi bu xil ma'no, yiroq ma'no bu. Anda bo'lgan chaqda summa yanamni tilg'ab qo'yishi, shu namozni o'qitib aram olmoqchi, rohat olmoqchi, uyda o'tirib huzur olmoqchi. Bu kishidan mashaqqat, jafo, qiyinchilikqa yo'liqsinmi va chidab turib jamoat bilan namozni o'qiyman degan odam demakchi. Fiqhul hadis. Yertabitu hazal hadis bi fadli salatil jamaa wa annaha tazidu ala salatir rajul wahda bi 5 aw 7 wa 20 daraja. Bu hadis jamoatning fazilatiga chetiladi va u jamoatning fazilati, jamoatlik namoz kishining o'zi yolg'iz o'qigan namoziga 25 yoki 27 daraja ortiq bo'ladiganligiga chetladi. Shuningga aloqador. وقد حاول بعض العلماء أن يدخل في سبب هذه الزيادة إحسان الوضوء والخروج من البيت لا يقصد إلا الصلاة والخطوات إلى المسجد وانتظار الصلاة. Bazı ulamalar derecinin ortiq bo'lishning sababi ichiga tahoratni mukammal elish, uydan faqat namoz o'qishni ko'zlab chiqish, masjidlarga birma-bir qadamlarni ilish, namozni kutib o'tirishni kirgizishga uringan. Mushu qatorli ishlar bo'lgan chaqda andin darajasi oshadi, savobi yuqori bo'ladi deb. والذي نستريح إليه أن التضعيف إلى 25 عام في الجماعات في أي مكان سواء كانت في المسجد الجامع أم في أي مسجد أم في دور العلم أم في البيت أم في السوق مع تقرير نوع زائد من الفضل وقدر خاص
من الثواب للجماعة في المسجد الجامع وللجماعة في المسجد ولكثرة الخطى والانتظار الصلاة. Biz rahat alıdığan qaraş 25 ke savabni, faziletni köpaytish, qaysi nadiki urullardaki cemaatler bolsun onunla am. Mayli bu cemaat camide bolsun yoki qaysi bir masjid bolsun yoki ilim yurti yani maktablarda bolsun yoki uyda bolsun yoki bozorda bolsun o'xshash azroq faziletni ortiq faziletni bir turlik ortiq faziletni bekitish bilan ve alahida savabni bekitish bilan cami masjidiki cemaatga ve masjiddiki cemaatga qadamlar ko'p bo'lganligiga, namozni kutib o'tirganligiga azroq savobni qo'shash ve ayrim bir faziletni qo'shash bilan qaldi jihatda umumatan barabar deganga rahat alamiz. Biz rahat aladigan qarash shu. Jamoat bilan o'qiydigan na bo'lishdan farqi yo'q. Ammo azroq ortiqchiligi bor. Jami masjidning jamoatining ortiqchiligi bor. Masjid jamoat bilan o'qiganning azroq ortiqchiligi bor. Qadamlarni ko'p olganlikning, namozni kutib o'tirganlikning azroq ortiqchiligi bor. Buni bekitib turib, o'rinlashtirib turib, qoldi jamoatlar hammasi o'xshash deymiz. Va yu'xazu min al-hadis. Hadisdan elinadigan foydalar va hukmlar. Al-ula kasratul ajri bi kasratil xuta fil mashi ila al-masjid. Qadamni masjidga berishda köp ilish bilan ajrining köp bo'lishi. Bu hadisdan elinadi. وقد اختلف العلماء في من كان بجوار المسجد هل يجاوزه للصلاة في المسجد أبعد؟ Ulamalar masjidning atrofida bo'lgan kishi haqida u kishi masjiddan yiroqroq masjidda namoz o'qish uchun o'tib boramdi yoki bormamdi. Bu haqda ixtiloflashib qoldi. Bunu ba'zan ulamalar mutlaq makruh dedi. Ya'ni o'zining uyining qishidagi masjidni tashlab, masjidni qo'yib boshqa masjidga berish va boshqa masjidda namoz o'qish makruh deganlar bor. Va uni ba'zan ulamalar mutlaq yaxshi ish dedi. Chunki qadamni ko'p oladi, mashaqqatni ko'p chekidi va cho'ng masjidga yo cho'ng masjidning imomining yaxshiligiga yo tabliğning go'zalligiga yo musulmonlarning ko'pligiga yoki qaysi bir maqsadlar bo'lsin, o maqsad uchun borganlikdan qadamning ko'p ilishi, mashaqqatni chekishi va hokazolar ish uchun ajr savob bo'ladi deb go'zal sanagan. Va uni ba'zanlar yiroqroq masjidi cami bo'lsa yaxshi deb sanadi. Chunki namoz o'quvchilarning ko'pligi sababli fazilat ziyoda bo'lganligi uchun. Borilgan masjid cho'ng masjid bo'lsa, namoz o'quvchilar ko'p bo'lgandan keyin savobicha shunga borsa yaxshi bo'ladi dedi. Ba'zanlar yiroq masjidda mukammallikni to'squchi bo'lmasligini shart etdi. Xuddi u masjidning imomi bid'atgarda bo'lishi yoki qiroatni ohangga tortadigan bo'lishi yoki qavmi tarafidan yomon ko'rilgan bo'lishiga o'xshagan bir mukammallikni to'sadigan bir ish bo'lmasligini shart etdi. Va uning yiroqroq masjidga berishida yaqin masjidni tashlab o'tish, xaroblashtirish o'tish bo'lmasligini shart etdi. Agar andaq bu qolsa, uning zikrini tirildiganligi avlaroqdir.
Çünkü yakındaki mescid xarablaşıp qaladigan ahvol bo'lganligi uchun aşı mescidde namaz o'qib, mescidlerinin hemmini avatlantırış, hemmini güzel, teng terakki qildirish bu savabı yuqoriroq. Shuning uchun mescid atlaydigan, mescidin mescidga izlab boradiganlar çoxum mahalledeki mescidin cemaati köp buluşu, nesihati ziyade buluşu, imamı takva yaxşı buluşu ve bir güzel bu özünün etrafındaki mescidde tapanmağan çoğun bir fayda. Ya din, itiqat, imanğa fayda, ya Müslümanlığa fayda, ya ki özünün bir ilim ma'rifatidagi fayda bo'lmagan sharoitda her mescid beraber bu kalsa o özünün uyunun etrafındaki mescidini çoxum taşlamaslık lazım. Eğer uyunun etrafındaki mescidini aşında başka yerden alıdığan fayda bolsa bu mescid taşlanğan, bu mescid qap qalğan bo'lib qalğanda o mescidi yeni taşlaşqa ham bo'lmaydi birodarlar. Kema ikhtalafa fi man kanat daruhu qaribatan min al-masjid وقارب الخطى بحيث يساوي عدد خطى عدد من داره بعيدة هل يساويه في الفضل أو لا şuningdek ulamalar uyi masjidga yaqin qadamni kichik olgan kishi haqida, ya'ni uning qadamlarining soni uyi yiroq bo'lgan kişinin saniçe sanığa beraber kılıngan derecede kademli küçük ağan kişi hakkında ihtilaflaşıp onunla yani üyi mescidini yırak kişiye fazilette beraber bulamdı ya bulmamdı diyen hakkında ihtilaflaşıp kaldı. Birinin üyi yakın. O kademli küçük yaptı. Yeni birinin üyi yırak köp yaptı. Onda oğanda kichik kelishlik maqsad men bu qadamni jiqroq olsam demakchi. Ikkisiniki savobi o'xshash bo'lamdi bo'lmamdi ixtiloflashib qoldi. Imom Tibriy musovatga bordi, barobar dedi. Chunki qadamga berilgandikin ajri, yo'lga berilmagandikin, musofaga berilmagandikin. Mana bu yerda kichik olsami qadam, cho'ng olsami qadam. ويستأنس له بما رواه ابن أبي شيبة من طريق أنس bu qarashqa İmam İbn Abi Şeybe rivayet qilgan hadis bilan dalil keltirildi. Anesning yo'li orqali dedi: "Mashitu ma'a Zayd ibn Sabit ila al-masjid faqaraba bayna al-khuta wa qala aradtu an taksura khutana ila al-masjid." Men Zayd ibn Sabit bilan masjidga billa beribdim. O Zayd ibn Sabit qadamlarini kichik oldi va dedi: "Men qadamlarimizning masjidga ko'p bo'lishini iroda qildim" dedi. Wal haqqu anna hadha wa in dalla ala fazl taksir al-quta fa innahu la yadullu ala al-musawat. To'g'ri gap bu gerçi qadamni jiq ilishning fazilatiga dalolat qilsa-mu, o barabarlikka dalolat qilmaydi. Uy yaqin bilan uy yiroqning barabar bo'ladiganligiga dalolat qilmaydi. Chunki mushaqqatli qadamning savobi oson, ko'p qadamlarning savobiga o'xshamaydi. Bizning hadisimiz ajrini makonning yiroqligiga bog'liq, qadamning yiroqligiga emas. Undan bu hacada hadis qadam yiroq bo'lsin demedi, makan yiroq bo'lsin dedi. Shu biz bu kichik qadamni olib ko'paytgan bilan buning savobi asosan barobar bo'lmaydi. Garchi uning foydasi bo'lsa-mu, ammo savobi asosan barobar bo'lmaydi deymiz. İkinci, ve yu'khazu min al-hadisi fazlu intizar as-salat bil masjid hatta law sharaka niyatul intizar emrun akhar. Hadisden mescidde namazını saqlab turishning fazilati elinadi. Hatta saqlab turish niyatiga boshqa bir ish sheriklashsimi, ya'ni o'rtaqlashsimi, uni saqlab turish niyatiga yana bilak bir ish bo'lmasa, bilak bir ishni saqlamoqchi bunda bo'lib qolsa-mu, namozni saqlab turganlikning fazilati bu hadisdan elinadi. O boshqacha bir fazilat. Wa zahirul ibara
annal ajra limuntaziri salah sawa'un akana intizaruhu kharijal masjid aw dakhila. İbarettin çıkıp turduğunu ecri namazda saqlab turgan kishi uchun bo'ladigan ecri o'xshash, uning saqlashi masjidning ichida bo'lsin yoki tashida bo'lsin, o'xshash iboratdan chiqadigan. Lekin faiza dakhala al-masjid kana fi as-salah ma kanat as-salah tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi allazi salla fihi degan rivoyat. Sizlarning biringlar masjidga kirsa, u kishi namazda bo'lgan bo'ladi, madam namaz uni to'xtatib turgan bo'lsa, malaikalar biringlarga rahmat yo'llaydi, duo qiladi, madam u namaz o'qigan so'nida bo'lsa degan rivoyat ajrining makan bilan niyatga bog'liq ekanligiga ishorat qiladi. Bunda bo'lganda cho'qim makan, namoz o'qiydigan makan, niyat namoz o'qishni niyat qilish. Bunga qarashlar. Makanda emas, sirtda qolib, ya'ni eshikning oldida turib gaplashib o'tiribdi yoki masjidning sirtiga chiqib o'rindiqda o'tirib paranglashib o'tiribdi, choy ichib o'tiribdi. Ya, to'xtanglar, bir namozning vaqti kirib qo'g'ichilik, bidan bo'lsa-mu paranglashqash turli yoki ma gapni so'zlashgash turli deb turibdi. Bunda bu qolib qolsa, bu u fazilatga, u ajriga, u savobga erishamaydi, birodarlar. Yani bugün şu mescidinki hovlularida, mescidinki bağlarida o'tirib çay içishga paranglashadigan, namozning vaqtiga kirmabdi, azan tahi o'qimabdi, imom tahi kelmabdi deb boshqa paranglarni qiladigan ishlar bor. Bu bo'lmaydi bu. Bu shu mescidning ichiga kirib, qaysi tarafida olsun, o'tirib, Abi subhanallah, alhamdulillah deb o'ltirgan bo'lsa, ondan keyin bu ajri fazilatga erishadi. Üçüncüsü yu'khazu min umumi qawlihi azamu ajran min allazi yusalli thumma yanam degan so'zidan namozni o'qib aningdan keyin uxlaydi, uxlagan kishidan ajri katta degan so'zning umumidan mayli yolg'iz namoz o'qisin yo jamoatda o'qisin, jamoat namozi ajri farqli bo'ladiganlik qilinadi. Cho'qim jamoatning namozi ajrida farq o'xshamaydi. Bir adam 10 adam bilan namoz o'qidi, birisi 100 adam bilan namoz o'qidi, o'xshamaydi. Birisi uzunroq saqlab namoz o'qidi, yana birisi darhol namoz o'qiyapti, o'xshamaydi. Bu farqlar shu ibodatga bo'lgan ixlos, sadoqat, samimiyatlarga bog'langan. Bir odam fazilatni izlab yiroq o'rindan kelibdi, qadamlarni jet atdi, olam issiqda talabdi, sovuqda to'ngibdi, qishliqda to'nglabdi, masalan, nurg'un yo'llarni besib kelibdi, vaqtlarini beribdi, nima ajri olay, savobga erishay, jamoat bilan namozni o'qay deb kelibdi. Kelgandan yana saqlagan bo'lsa, u undoq saqlamay tayyor jamoat bilan o'qigan bo'lsa, buning fazilati va buning farqi faqat o'xshamaydi. Shu niyat, ixlos, samimiyat ve Rabbul Alemin'in rızaligiga münasibetlik her bir ameldeki alıdığan fazilet ve derece savab. Allah subhanahu wa ta'ala bizning niyetimizni to'g'riligiga nasib qilsin. Allah ta'ala bizni yaxshi amallarga davomli muyassar qilsin. Ulug' Allah subhanahu wa ta'ala ilmdan ayirib etmesin. Ulug' Allah ilmimizni davomli manfaatli ilmlarga aylantirib qo'ysin. Va alhamdulillahi robbil alamin.